putum so'zlab bergan hikoyadan birini sizlarga so'zlab beray. Bu hikoyadagi bosh personajning ismini Muradil deb turaylik. Hozir shu 30 yosh bilan 35 yoshlar atrofida bo'lgan u bola. Bu ish u bolaning endi 16-17 yosh vaqtlarda yuz bergan bir ishga. Shu vaqtlarda bir yozliq ta'tilda bu Muradil mahallisidagi uşağı bilan birlikda bularning itizlig'ining endi bir o'stan bo'lgan. Shu o'stan suvga tushkil beribdi. Bu yerda bir kun kechki suv o'ynab, kechqurun bo'lganda bir og'inisi "Hey bolalar, bugun kecha piv ichaylik bo'lmasa, hech qaysimiz uyga qaytmaylik" degan taklifni beribdi. Boshqalarmi bu taklifga qo'shilgan bo'pti, lekin ular maktab bolalarida shunda xohlagan bir yerlarga berib piv ichib o'tirolmaydi. Endi boshqalarning ota-onasining ko'rib qilishdan ansiraydi. Shunga xilvatrak bir yan tepib ichmoqchi bo'pti. Nada ichimiz deyishib o'ylashib, bu Muradillarning endi itizlikning qirg'izab qo'ygan bir ikki qizliq uy bor-ku. U uyda to'kmi yo'q-ku. Bir egizliqiga ham shu traktorning eski-tuski tumir tasaklarini andan tishang ketman degandek narsalarni qo'yib qo'ydik-ku. Yana bir egizliqni bo'lsa, oddiy bir karvat quriblar, mush it zeriqda yerib charchab ketgan vaqtda kunduzlar kirib orom oldigan qila sep qo'ygan-ku. Muradil debdi-da, bizning mush itizlikning tuydiki shu uyga boraylik. Bu uyda to'k yo'q, sham ilib olsak, sham yiqib o'tirib istak bo'ladi debdi. Bu bo'ldigan fikrga deyishib bular pivdan bir 5-10 botolka ilib dadini oldidan. Ondan shu uyga berib, shamdan birini yiqib qo'yib o'tirib piv ichishga boshlab. Ichib o'tirib, orasidan bir so'rab qopdi-da: "Ey Muradil adash, sizlarning mush itizlikqa mangdigan yo'l shunda uzun-ku. Bu uzun yo'lda faqat bir tuplam sugat darxi bor-ku, nimishqa boshqa daraxt yo'q, bir tallam sugat bor" desa, bu Muradil "Men bu uqmadim, anglashlar qilganda burunqlar endi ma ikki kanatning yerini ayirib turish uchun qo'yib qo'ygan sugatgan to'q. Anglashlar qilganda bu sugatdan shu ba'zida o'shga, ba'zida shu qo'qinishli bir narsalar chiqib odamlarga ko'rinib qoldi-ku" debdi. Bu gapni anglab boshqalarmi "Ha" deyishib bir-biriga qarashib qopti. Ondan keyin bularning akagan pivlarimi ichilib tugabdi. U vaqtda kech soat 11-12 bo'lib qolgan-ku. U yerim kechida unda cholmas holatda uyga qaytqisi kelmay u bolalarning. Bo'lmasa piva kelib yana davomli ichaylik. Ikkaylan piva kelaylik, ikkaylan uyda tutib turaylik deyishib. Ha ma'qul deb bu uyning egasi Muradil yana bir og'insi bilan dadini oldiga berib piva ekemoqchi bo'lib motoda minibdi. Bular shu motoda 1 kilometrdek yo'l minib, shu sugatning qishiga kelgan vaqtda ikkilisini surib isibdi. Lekin yana ishning bo'lmas deb motoga mayni tozi berib, o'sha yerdan g'ong'ida o'tib ketibdi. Ondan dadini oldiga berib ikki chansi piv ilib, shu motoning keyniga toz bog'lab, ondan yana mush uy tarafga qarab minibdi. Bular minib yana shu sugatga oz qolgan vaqtda bu Muradilning ko'ziga shu sugatning yinida bir qop-qora odam turgandek ko'rinib ketibdi. Shuning bilan motoni to'xtatib, keyingi og'insiga "Hey odash, men mas'ul qoldimmi yo nim bo'ldi? Bu sugatning tuyida bir qop-qora bir odam turgandek ko'rinib ketib bordi, sen qarab boqay" debdi. U og'insi o yerim kecha o'g'anda unda qilayimqan yaqinligina uyga tinchaman berib olaylik debdi. U og'insi bilan shu gaplarni deyish bo'lgandan keyin sugat tarafga yana bir qarsa yo'qolib ketibdi. Endi ichida o'ylabdi-da, qaraganda men mas'ul qolgan o'xshayman, ko'zimga ishda ko'rinib ketibdi, bo'ldi, menga beraylik deb motoni o't oldirib oldiga qarab minibdi. Sugatga 20 metr qolganda bularning keyindan birsining gupildab yugurib kelayotgan bir oyoq tevishi anglanibdi. Bu oyoq tevishi anglanishi bilan tangla bu motoning sur'atimi shunda ostlab ketibdi. Motoning mayni eng yuqori chekka yetkichi berib, shunda mansimi gerchi. Surat shunchalik ostga. Iliq oyoq tevishi yiqilib motoning keyniga kelganda yo'qopdi. Ondan keyin bir ko'rinmas kuch bularning motoning keynidan bisib olibdi-da. Shuning bilan u kuchning ta'siridan minayotgan motoning oldichoq ko'tarilib ketibdi. Bu ikkisi endi qo'qqindan keyinga qarashga jur'at qilolmabdi. Shundoq qilib bu motoga moy bergancha bu choq o'sha havoda cho'gilab yeribdi. Birdan ashta cho'gilgandan keyin moto o'rilib ketibdi. Shuning bilan bu ikkisi "Voy opam, voy dadam" deb qoch shu uy tarafga qarab yuguribdi. Endi u sugat bilan bular piv ichayotgan uyning orlig'i 1 kilometr keldi. Bular shundoq qilib ushqandek yugaygan bitim uyga kelibdi. Uyga kep degan ichidan ilib etib karvatning tepsiga oyoq bilan yugurib chiqibdi. Uydagi ikkisi hang-tang bo'lib qopdi-da, "Voy nim bo'lib ketdi" deb. Degandan keyin keynimizdan birisi qo'llab kelyotdi deb. Bular degan bulongdagi tomga choplashib, hattoki u tomni teshib, tomning nersiga chiqib ketay deb qopdi qo'qqinidan. U ilib olgan shimining eng oxirgisini yondirib qo'ygan-ku.
O eng ahırkı şammo küyüp tügep şu 5 santa, andan 3 santa, andan 2 santa qilib eng ahırda suyuq holatga bir aylanıp şu yerda pil küyüp ahırı lap bir qilib o'chibdi. Uyning ichi qop-qorong'i bo'lib ketibdi. Ma uchi bir kuchligirak nafas ilishqimi pitinolmabdi. Bu jarayonda Murodil bilan og'insi yerda yuz bergan ishlarni biraqur osta ovozda ma uyda qolib qolganlarga deb bergan bo'pti. Ondan ikkisi ikki chetda, ikkisi o'ttirdi o'ltirdi emasmi? O'ttirdi o'ltag'anlar biza bexatarlik his qildi hamda o'zini. Birdan ma ikki chetdikisi o'ttirga kirdika, yana birdan o'ttirdikisi ikki chetga chiqdika degandek ashunda o'rin almashib o'tiribdi. Bular shunda tamg'a yo'linib o'tirib uxlab qopti. Bir vaqtda ko'zini ichib qarasa, tola ko'p ko'kchilik bo'lib ketganka. Heliqi bir quyosh chiqishdan burun ashunda bir ko'p ko'k bo'lib ketadi jahon. Shuning bilan bularning ba'zilar debdi, endi chiqayli, endi ma uydan chiqib ketsak bo'ldi, tong etibdi debdi. Yani ba'zilar debdi, hozir chiqsaq bo'lmaydi, quyosh chiqqanda andin chiqayli debdi. Shularni deyishib, gap talishib o'tirsa, eshikning tugiga birisi kelgandek qilibdi. Ondan bu yog'och eshik endi sirtidan yo tepildimi, yo mush bilan urildimi, uqmaydiga bularmi. Shunda qattiq bir kuch bilan jong urilibdi. U kuchning zarbisidan mush eshik yerilib ketay deb qopdi. Bu ovoz chiqishi bilan tang bu uydagilar degandan qiyachi qirab ketibdi. Sirtdan urilgan o zarba endi eshikka 3 qitim tegib to'xtab qolgandan bular hey ovoz chiqarma, fushka qilma deyishib, bir-birini jimiqtirishib, ovoz chiqarmay jimit o'ltirib yana tinchapti. Shu 3 qitim urilgandan keyin bu jahon tinjib ketibdi. Birdan qarab o'ltansa quyoshmi chiqibdi, tala degan optopchilik bo'lib ketibdi. Talaga chiqib bular shu piyoda mengib 1 kilometrdek yo'lni piyoda besib, shu sugatga yaqin qolgan vaqtda jiroqdan sugatga qarsa, bu sugatda hech qanday ish yuz bermagandek tip-tinish jimjit holat ekanda, shunda bo'lsa-mu bularning bu sugatning oldidan o'tkiz kelmabdi. Sen boshda o'tadi deyishib bo'lmasa, bu sugatning endi o'tmayli. Biz ma itizlikning ichi bilan oylanib yana bir yo'l orqali ketayli deyishib, shu sugatga 100 metr qolgan vaqtda itizga kirib, itizlikdan yana bir yerlarni cho'gilab, taxminan 1 kilometrdek yo'lni ortiq mengib, sugatdan o'tib bo'lib yana 200 metr mang'andan keyinki bir yerga chiqibdi. Shuning bilan bular uylariga qaytib ketibdi. Murodil degan balama uyga kirib ancha-muncha nashta qilibla, taladagi karvatda yetib uxlab qopdi. Kun o'ltiray deb qolgan mezgilda dadasi bu Murodilni silkib uyg'otibdi-da, "Hey, qo'pa, men motoni topolmadim, qo'tada uyga chiqmoqchi edim. Motoni naq qo'yib qo'yding" debdi. Bu bola ondan neliqi motoning shu yerda qolib qolganligini esiga ilib, "Nim desam bular dadamga ha dada, biz tunugun og'inlarim bilan shu uyning qishidagi o'stanga suv tushkil chiqqandiq. Motoni shu uyning oldida to'xtatib qo'yib, qaytib kelishimda bir og'inamning motosiga minib olgandim. Ashta qaytib ketdim-a. Moto shu yerda qolib qolgandi" debdi. Shuning bilan dadasi, "Menga berib motoni ekal. Moto bo'lmasa men dadaga qanday chiqaman" debdi. "Voy dada, bu kech o'p ketganda men u yerga qanday bora olayman? Uning ustiga men qanday piyoda minib berib bo'la olayman u yerga?" Dadasi o'ylab baqsa bumi to'g'ri. U uy bilan u itizlikning orliqi xil jiroqqa. Shunga qo'shnisidan moto so'rab, bu ikkisi shu bir motoga minib, ayaga borganda u motoni ikkisi birdan minib, menda qaytib kelmoqchi bo'ldi. Shunda qilib bular motoga mingishib, shu itizlik tarafga qarab minibdi. Minish jarayonida endi bu sugatning qishidan o'tdi emasmi? Sugatga bir 5-10 metr qolgan yerda qarshi bir moto turg'idek. U moto deganning cheqilib, to'pi besib, endi yer bilan yeksan bo'lib ketgan-kanda, shunda vayron bo'lib ketgan-ka. Shunga endi xiyolda Murodil, bu bizning moto emas-ku deb o'ylabdi. Uyning qishig'gas moto yo'q. Shuning bilan bular sugatning qishida bir moto turadi, bizning motoga o'xshaydigan. Shumu ya deb dadisi yana motoni keyin yondirib, shu sugatning qishig'iga kelib qarsa, u motosi deganning yanjilib, xudneklari cheqilib, qalaylari egilib, biliq pivla deganning yerga to'kilib, cheqilib, ashta bo'lib ketgan-ka. Demak, yiliqi motoning bir remont qildirib, qaytadan bir mingidek imkoniyati qolmagan-kanda, bir kechidlam ashuna vayron bo'lib ketgan-ka. Qaysi o'g'ri-guylar bu motoni uyning oldidan akab, mushaga akab bunda chiqib qilayotgandi deb. Motom yo'q bo'ldi ham deb. Dadasi bizga ochiqlagan bo'pti. Qaytib kelibdi, shundan keyin boshqa ishlarmi yuz bermabdi. Bugun asli bir ishki bachikay so'zlab bermoqchidim, lekin maykay bizga uzrab ketganligi uchun mishet oyoqlashtiray. Yoqtirgan bo'lsanglar yurak berib saqlab olishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh.